ikkinchi qismini ham boshlab oldik. Давай, Shahrur, давай. Kamerada уже ko'rindi mana shartmas yog'ini olish. Bolalar kelishdi, mana havas qilamiz hozir. Maza qilishni mana shunaqa boshqacha turlari ham bor. Assalomu alaykum azizlar. Proyektimizning ikkinchi qismini ham boshlab oldik. Hozir bolalar razminka qilyapti. Biz Shuhrat bilan biletni tanlaymiz. Bu safar Shuhrat tanlaydi, o'tgan safar men tanladim. Shuhrat tanla biletni. Kayfiyatingga qarab, o'tgan safargidek 3 ta deydi, to'g'rimi? 3 ta. Sen daymas. O'tirmayman. Boshidami? Nima bo'ldi boshdan ketdi. Hop, bu bo'yiga. 1 ga 1. Tak, 1 ga 1 bu Zashni bilan hujumchi, to есть komandaga qarshi Varatarga gol urish. Varatar turaveradi, Zashni bilan hujumchi aldashib gol urish kerak. Aldab gol uradi. Aldab gol uradi. 1 ga 1 shunaqa. Hop. Tovonda penalti. Tovonda penaltichi havodan urish kerak bo'ladi. Faqat Varatar bo'lmaydi. Havoda urish kerak bo'ladi. Tovonda turib tepada, havoda gol bo'lishi kerak. Onsa penaltining tochkasidan tepaladi. Uchinchisi nima ekan? 4 top qo'yman, bittasini olib qo'ygan. Ko'rinadi. Uchinchisi Zanglor. Komandning Zanglor. Nechtaligini hisoblaymiz? Общий счет. Общий счет bo'ladi. Bo'ldi. Misol uchun men 10 ta, men komandadoshim 10 ta, 20 ta sallada 5 ta 5 ta 10 ta ham bermas sallada. Faqat bitta aytmoqchiman, men Shahrga olaman. Mayli. O'tgan safar bilmadim, sallaga kuchayib ketdilar. Ham uchun sizlarga. Mana komanda ham qilib ko'raydiganman. Hojatbar, bu safar ham endi o'zing turib berasanmi Artak? Bo'ldi, muammo yo'q, faqat bitta shartim bor. Men ham sizlarning savoblishlaringga qo'shilaman. Yutgan komandaga to'yist. Bo'ladimi? Bo'ladi. Keling. Bo'ldi, joyi. Ketdik, boshladik. Давай, Shahrur, давай. Ikkinchi shartimiz shunda anaqa. Penalti orqa machalab tovonda havoda kirish kerak, faqat bo'ldi. Hech kim markada bo'lmaydi. Orqa machalab tovonda tepaladi, havoda kirish kerak. Yo'q. To'xtal, barri ko'ramiz. Barri ko'rdi, mana kirmadi, aqol kirmadi. Kirganda aytadim, barri ko'rildi, mana kirmadi. Davay ikkinchisi deb endi. O, ana. Davay Shahrur. O, ana. O, malades. Gol. Shot 4-3. Endi Zanglor qilamiz. Hisob общий hisoblanadi. Kim nechta qilsa o'sha qo'shiladi. 4-3 bo'layotgan bo'lsa, misol uchun salla 10 ta qilsalaring, sallada 13 bo'ladi, bizga 10 ta qilsa 14 bo'ladi. Общий hisoblanib qo'shiladi. Bo'ldi. O'zi biz birinchi boshlaymiz. Bo'ldi, boshlaymiz. Ketdi. Davay, boshladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 12 ta ushlaydi, 15 ta bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Boshla Shuhrat, 24-4. Bomor. 20 bo'ldi. Ketdi joyida. 3 4 5 4 5. Sen olsan yom bitaman. Bo'ldi, o'sha kamerada o'sha ko'rindi, mana shartmas yog'ini olish. Hali ham qo'ydi mana bu. Jiddiy Zanglor o'rganishdan kerak ekan. Hali ko'p narsa o'rganishimiz kerak, sensei. Ya, hali bor. Biz endi yutdik.
Shartni ham bajarasizlar, tabriklayman. Proyektimizda ikkinchi qismini mana shu bola yutdi. To'g'ri, orasida bitta bola yo'q, ish chiqib qolgani sabab shu ikkita bola hozir bizga savob, yaxshilik ishi qanaqa, nima qilishmoqchiligini hozir tushuntirib berishadi bizga. Nima qilmoqchilar? Mani o'zim o'ylab qo'ygan bitta mo'ljalim bor edi. Shahriyor Hozakbar, o'sha Hozakbar vaqti yo'q ekan, maslahatlashib ko'rdik. Hozakbar umuman qarshi emasman dedi. Musulxonada ishlaydigan bitta odam bor, oilasi bilan turadi. Ro'zg'orlik qilish maqsadi. Oldinroq sal-pal o'rganib chiqqan edik, sharoitlari, nimaga sharoitlari bor. Endi aytgandek, xaladelnik, gaz, pas, har sharoitdan o'rgandik. Ya'ni, как бы nimadir olib qo'ysang, achib qolsa, aynib qolsa yoki ishlata olmasa, anaqa emasda, kerak emas bo'lib qoladi. Shuning uchun o'rganib chiqib, saqlab oladigan narsalarni, как бы olib borish maqsad. Ro'zg'orlik, imon ro'zg'orlik. Uyda ishlatilgan ro'zg'orlik shuni. Bo'ldi, bo'lmasa videoga olmasligini biroz so'rash kerak, sababi har xil vaziyat bo'ladi-da baribir. O'shanisi bor-da, lekin. Xijolat qilib qo'yishing mumkin yoki bir noqulay ahvolga solib qo'yishing mumkin-da. O'shanga baribir og'iz so'rash kerak, videoga olyapmiz. Qarshi emasmisiz? Shu narsani обязательно qilish kerak. Bo'ldi, unda hozir borib so'rab ko'ramiz, unda keyin ro'zg'orlikni qilib olamiz. Sразу ro'zg'orlikka o'tiramiz. Kuzatishda davom eting. Xudo xolisa, undan ham zo'r kontentlar qilishga harakat qilamiz. Qora suvli bolalar. Tez. Qora suvli bolalar. Tez. Bolalar kelishdi, mana havasdamiz. Hozir bozorga qilib egalariga topshiramiz. Zarba ber. Alo? Yugura. Normal. Hop. Yo. Bitta guruch. Ana hozir sen bir sanga degani bo'lgan insonni ehson qilsanda, Ha. mana hissiyotlar qanaqa? Boshqacha anu. Nima deydi? Arzimagan narsa qo'shsan, Как бы ketsa bir 300-400 ming puling ketadi. hamma narsa borda, как бы uyga nimadir olasan, ibotga olsan, misol uchun olman to'y. Pashti bir xil narsa o'ylab qarasang. Lekin uyga o'tganingda bor, как будто ertalab turib, misol uchun nima qilasan, choy ichasan, kakabitchi narsa, bilasan? Bo'tga уже boshqacha. Endi uyga qilganingdachi sen обязансanda, uyingdan boqishga. Da, o'shanga sen обязанsan. Albatta sen nimadir qo'shsan, nega? ha bir yaxshilik-da. Hozirgi sloganimiz g'alaba savoqqa yetaklar demak. Men o'zi xalqqa shuni tushuntirmoqchiman-da. Inson yaxshilik qilib maza qila oladi, tushunsan? Da, bu temin maza qilish, anu ko'chada yurish, bir bema'ni ishni qilish emas-da. Maza qilishni mana shunaqa boshqacha turlari ham bor. Piyoz. Kelgan podpishchilarga bir narsani to'g'ri yetkaza olishimiz kerak. Bu narsalarning hammasini videoga olish, buni ochko ishlash, PR ishlash emasligini bir so'z bilan qanaqa ifodalay olasiz? Anaqa. Xolis. Maqsadda qilinayotgan narsa, u kim qanaqa o'ylashi hammani o'ziga bog'liq. Bu narsalar ko'rsatmasak ham bo'ladi. Buni по-любому chiqadi. Misol uchun shartni ko'rsatishing, shartni olishing degan gapda chiqadi. Negativ bilan qiziq o'zi. Negativ degan narsa bilmadim, negativ qanchalik negativ. Videoga olib xalqqa ko'rsatishdan maqsad 100 tadan bitta inson bo'lsa ham mana shu videomizdan motivatsiya olsa, Da. bizani ko'p yutug'imizda. Shunaqa. Maqsadimiz shu. Bu proyektni qilishdan oldin mana shu narsalarni gaplashganmiz, to'g'rimi? O'sha nima deydi? O'sha narsa maqsadida odamlarga yetkazishda, endi nima qilib aytganda, odamlarga yetkazish, anu kimgadir qotgan maqtanish, nimadir. Unaqa emas.
chisti odamlar ko'rsin и o'sha narsaga nima deydi? Chaqirish. Hani majburlash emas, imminda chaqirish. Ko'paysin shunaqa variant. Ko'paysin. Ola, tegida bo'lish kerak. Mana chiqaman. Mana qo'mat. Naktiga Suv qo'ysak, mamtek. Ya, tuxum bor ekan. Mana sanasi, yaxshiroq. Qismisi bo'ldi. qani chiqdi. Gilos bilan olma olib, Nut frukt oldik. Nut frukt yaxshi. Mana kimga qanaqa? o'zingiz usul Nima qilish kerak? Eshitding-ku. Sen выберсаң. Nut frukt нормальный и gilos нормальный. И mana bitta как anaqa ekan как раз. Такой детский вариант. Olmaga Qizil anaqa yaxshi emas. Qizil sok bolalarga yaxshi emas, qizil rangli sok. Endi egalariga topshiramiz. Keladi ekan. Sotmoqchi bo'lgan insonimiz so'mka qilishga ruxsat berdilar. Faqat o'zlari videoga tushish xohlamadi. Shu sabab imkon qadar akkuratlik qilib, o'zlarini videoga olmaslikka harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana Ormay. shunisi ham mehsoningiz bor edi, mana shuni qabul qilib Rahmat. guvoh qo'yarsiz. Ehson, qabul bo'lsin. Rahmat. Nimaki niyatliga tili. Har joyga sog' olsin. Nimaki niyatliga tili. Qarshi bizlar yo'qlaganlarda avvalambor Allohim yo'qlasin. Hech kimni o'ziga muhtoj qilmasin. Sizlarga rahmat avvalambor. Sizga ham Oz rahmat. bo'lsa, ko'p bo'lsa shuni ehsonni ulashdi. Sizlarga rahmat. Rahmat. Ehsonchilik ko'paysin. Maqsadimiz shu. Albatta aka. O'zimizga o'zimiz yordam bermasak, Yordam qiladiganlar bir-biridan aymasin. shunaqa kun keldi, shunaqa zamon keldi shunaqa. Rahmat sizlarga avvalambor. Sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi edi. Yo'lda sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Menga qara. Maza qildingmi? Ana sal odamlardan sal chetroq. Maza qildingmi? Boshqacha u ani qilib yurganlar, ehson qilib yurganlar biladi. Nima bo'pti, to есть чувствani tushunadi. Sen чувствani qilmagan odamga gapirib tushuntirib bera olmaysan-da. Bitta qilib ko'rsa bilishadi. Da, shunaqa narsa endi. Sanga bitta savolim bor. Ha. Keyingi o'yinga yutishga harakat qilasanmi? Конечно, u motivatsiya u. Bitta главныйsi как бы odamlar sal tushunishiga ham aytmoqchimanki, главныйsi sportda как бы sportni yutish emas-da gap. Immunni mana shu чувствani yana qaytarib olib kelishda maqsad tushunsan, tipa как бы. Shunaqa yana qilib, dальше bog'lasi davom ettiramiz. G'alaba savobga takrar, как всегда. Jiyan. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Qora suvli bolalar. Tez